Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurashid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Dünya Uyghur qurultayının sobiq raisi Dolqin Isa əfəndim İspaniyadan müstəqillik tələb qılıyotqan Kataloniya Milliy Məclisinin uyuşturuşı bilan 11 sentyabr İspaniyanın Barselonada ötküzülgən Kataloniya müstəqillik günü fəaliyyətiga qatnaşıb, Uyghur xalqının uzun yıllardan buyan Kataloniyanın müstəqillik üçün kürəş qılıyotqan Katalon xalqiga bo'lgan bevosita qo'llashni bildirgan. Barselonada ötküzülgən bu qıtımqı Kataloniya müstəqillik günü fəaliyyətiga İspaniya və dünyanın hər qaysı yerlərdən gələn Katalonlar, hər qaysı ellərdə müstəqillik görüşü elib beriyotqan əsir millətlərinin vəkilləri, Katalon xalqının müstəqilliğini qollaydigan xalqaralıq təşkilatlar və ammavi qruplarının vəkillərindən olub neçə min kişi qatnaşqan. Əslində bir müstəqil dövlət bolğan Kataloniya 1714 yıldan başlap İspaniyanın müstəmlikisi astida qalğan idi. Şuningdan buyan Katalonlar İspaniyadan müstəqillik tələb qılıb gəlməkdə. Dolqin Isa əfəndim istansimizga özünün Katalon xalqının müstəqillik hərəkətini qollab bu yığılışqa kelganligini, öz təqdirini öz belgiləş dünyadakı barlıq xalqlarının haqqı ekanligini, o'xshashla Uyg'urlar, Tibetlar va Mong'ollarning o'z taqdirini o'z belgilash huquqini talab qilganligini ta'kidlab, bu qitimqi faoliyatga qatnashish jarayonida Kataloniya Milliy Majlisining asosli mas'ullari va Kataloniya mustaqillik harakatining liderlari bilan ko'rishib, suhbatlashish jarayonida ularga Katalon xalqining Ispaniyadan ayrilib chiqib mustaqil yashash orzusiga hurmat qilganligini bildirgan. Kataloniya Milliy Majlisining mas'ullari o'zlarining Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga uchrayotgan Uyg'ur xalqining milliy mustaqillik ko'rishini izchil holda ochiqcha qo'llab kelayotganligini va bu xil qo'llash va hamkorlikni buningdan keyinmi yana davomlashtiradiganligini ifoda qilishgan. Dolqin Isa əfəndim bu faoliyatga Sharq Turkistonning oyulduzliq ko'k bayrog'ini ko'tarib chiqqan bo'lib, faoliyat jarayonida bu namoyishga qatnashgan katalonlar, siyosiy faoliyatchilar va axborotlarning alohida diqqatini tortgan. Ular Dolqin Isa əfəndim ko'tarib olgan bayroqning qaysi davlatning bayrog'i ekanligini bas-basda so'rashgan bo'lib, buning Sharq Turkistonning bayrog'i ekanligini bilgandan keyin Uyg'ur xalqining mustaqillik ko'rishini qo'llaydiganligini bildirishgan. Simiston to'rida italiyalik kasbiy jurnalist, xalqaro jurnalistlar birlashmasining a'zosi Marco Respentining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi bilan Srebrenica qirg'inchiligini selishtirib yozgan bir maqolasi e'lon qilingan bo'lib, Marco Respenti bu maqolada har ikki qirg'inchilikning kommunist diktator hokimiyatlar tarafidan ilib berilganligini, shundaqla har ikki qirg'inchilikning xalqaroning parvosizligi sababidan diktator hokimiyatlarining dunyoning ko'z oldida ilib borganligini, ammo Srebrenica qirg'inchiligining buningdan 30 yil burun oxirlashgan bo'lsa-mu, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining hozirmi ham davom qilayotganligini ta'kidlab, dunyo Uyg'urlarni xatarga ishtiryotdi degan. Bu maqolasida Xitoyda bu qirg'inchilik ilgari yuz berib qolmay, balki hozirmi yuz beryotdi. Chunki kommunizm nomi ostidagi diktatorlik u yerda hilmi mavjud. Hokimiyat oz-sonliq millat deb atalgan millatlarni ziyonkashlik qilish obyekti qilib tanlash orqali kommunizmning diktatorlik andisini namoyon qilmoqda. Xitoydagi har qaysi millatlar o'zlarining madaniyati, kimligi, tili, urf-odati va dinini qadrlab, Xitoy kommunistik hokimiyatining mustabid hukmronligini qabul qilmaganlik uchun ziyonkashlik uchrayotdi. Sharq Turkistonda yashaydigan kishilarning ahvoli buning dalili. Ularning ko'pinchisi Uyg'ur millati va boshqa musulmon turkiy millatlar. Ularning bir xalq bo'lish salohiyati, shundaqla Xitoy millatchiligini asos qilgan kommunist hokimiyat tarafidan bekitilgan ideya va atizm qoidalariga bo'ysunishni xohlamaydiganligi, ularni har xil nohaqchilik va zo'ravonliklarga duchor qilmoqda. Qonunsiz qo'lga olish va qiyin-qistoq uchrash, emgak lagerlariga solash, har kuni kishilarning lagerlarda o'lishi, kishilarning oila, axloq qarshiga tajovuz qilish va begunoh qamab qo'yish davom qilmoqda. Uyg'urlar yana organlarining majburiy holda rəhimsizlarcha elvilishning qurboni bo'lmoqda. Bu har ikki qirg'inchilikda mustabid hokimiyatlar millat, madaniyat kimligi va dinni o'zining birinchi dushmani deb qarab, begunoh kishilarni har xil tuhmatlar bilan bostirgan deganlarini yozgan. Marco Respenti bu maqolasida yana Srebrenica qirg'inchiligi bilan Uyg'ur qirg'inchiligining o'rtaq alohidligini ta'kidlab, mundaq yozgan. Bu yerda yana o'xshash qismat Srebrenicadagi boshnoqlar bilan Uyg'urlarning duch kelgan qirg'inchiligining sababini bog'laydi.
ya'ni har ikki fojia Birlashgan Davlatlar Tashkilotining favqulodda va kechirgili bo'lmaydigan mag'lubiyati bo'lib, bu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining begunohlarni qo'g'dash va ezilganlarni qo'g'dash majburiyatiga xiyonat qilganligidan iborat. Bosniyaliklar va Uyg'urlarning har ikkisi xalqaroning parvosizligi bilan ko'rmasdan kelingan va bu ahvol hozirmi shundoq. Xalqaro sahnalarda Birlashgan Davlatlar Tashkilotida hammaylan biladi, hammaylan so'zlaydi, ammo hech kim harakat qilmaydi va hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Bu har ikki qirg'inchilikqa uchragan xalqlar duch kelgan o'rtaq fojia. Marko Respenti oxirida xalqaro jamiyatlar va Birlashgan Davlatlar Tashkilotini Bosniyada takrorlagan xatoliklarni qayta takrorlamaslikka va Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatishga chaqiriq qilib, ba'zilar Srebrenitsa qirg'inchiligining qo'rqinchli qonliq qirg'inchilik ekanligini, ammo Uyg'ur qirg'inchiligining unda qonliq emasligini ta'riflash mumkin. Lekin bu bir xatolik. Srebrenitsadagi urush qirg'inchiligi, Uyg'ur qirg'inchiligi bo'lsa, uzun yildan buyon asta-asta yuz bergan irqiy qirg'inchilik. Shunga buni mutaxassislar sovuq qirg'inchilik deb ataydi. Agar bu hozir to'xtatilmasa, yana davomlashadi. Oxirida Xitoy hukumatı Uyg'ur kimligining har bir kichik elementlarini, ya'ni Uyg'ur xalqini yo'q qilib o'tadi deydi. Uyg'urlar va kishilik huquq tashabbuschilari BDT kishilik huquq oliy komissari Volker Türkni Beyjingga besim ishlatishni talab qilgan. Yaponiya vaqti gazetining 10-sentabrdagi xabarida kishilik huquqni kuzatish tashkiloti tadqiqotchisi Yalqin Ulug'yo'l Xitoydagi kishilik huquqni qo'g'duvchilarning birlashma mas'uli Sophie Richardson qatorliqlarning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy kengashi yig'iniga kelgan diplomatlarga BDT kishilik huquq oliy komissarini Xitoy hukumatiga BDTning tavsiyalarini amaliylashtirish uchun besim ishlatishni kuchaytirish kerakligini chaqiriq qilganligini yozgan. Yaponiya vaqt gazetining xabarida bildirishicha, bu yig'inda so'z qilgan Xitoy diplomati o'ttirib qo'yilgan xohlagancha tutib turish va majburiy g'oyib qilib o'tishni butunlay yolg'on deb rad qilgan. Xitoydagi kishilik huquqni qo'g'duvchilar birlashmasining mas'uli Sophie Richardson uning raddiya qaytarib, Xitoyda bu qilmishlarning keng tarqalganligi, sistemalik ilib berilayotganligini ta'kidlab, oliy komissar va a'zo davlatlarni jasoratli bo'lishga, Volker Türkni bu ahvolni kengaytib tekshirib va jiddiy doklad qilishga chaqirgan. Kishilik huquq oliy komissarlik ishxonasi uning Beyjing va kishilik huquq kengashi bilan bu masalani qayta o'ttirib qo'yganligini bildirgan bo'lib, Volker Türk dushanba kuni biz Uyg'ur va boshqa musulmon oz-sonliqlarning huquqini qo'g'dash haqidagi xizmatimizda hech qanday ilgirlashlar amalga oshmadi degan edi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bayonotchisi Ravina Shamdasani Yaponiya vaqti gazeti muxbirining bu vaqtdagi savoliga bergan javobida shuni ochiq aytamizki, biz dokladimizning bayqashlari, tahlillari, xulosalari va tavsiyalarining orqasida qat'iy ching turamiz. Bu ig'ir kishilik huquq dafsanchiligining ziyonkashligiga uchraganlarning unumli chora va adolatga erishishi to'liq muhim deganlarni ta'kidlagan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysınlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza bo'lishni unutmang. Xeyr xoş.